Shunaqa zo'r vitaminlarimiz kelgan. Bu farzandlarimiz uchun, ya'ni hozirgi kunda bilasizlar, hamma narsa vitaminlar bilan bog'liq bo'lib qoldi. Yangi tug'ilgan chaqaloqlarimiz uchun sochi yaxshi o'smayotgan bo'ladi. Hasib solgin, bu narsa qilgan yo'q. D3 sarg'ayib tug'ilgan bolalarimiz D3 ertalab ungacha D3 2 tomchidan ichiriladi. Farzandlarimizni sochlarini yaxshi o'stirib beradi, baquvvatlashtirib beradi, kasallikni oldini olib beradi. D3 ni уже 1,5 yasharlikka xuddi shu narsalar xususiyatlarga ega beradi, immunitetini ham zo'r ko'tarib beradi. Shirinliklarga o'ch bo'lgan farzandlarimiz mana bu shirinliklarni to'xtatib beradi, immunitetini zo'r ko'tarib beradi. Shamollashlari bor farzandlarimizni ham tez shamollab uradigan, immuniteti past farzandlarni ham immunitetlarini zo'r ko'tarib beradigan omega 3imizni e'tibor berganingizda hammasi halol sertifikatiga ega. B6, ya'ni farzandingiz asabiy, yig'loq, aytganini qildiradigan farzandlar bo'lsa, miya faoliyatini yana ham kuchaytirib berish kerak bo'lsa, autizmni oldini olish kerak bo'lsa, mana shunaqa magniy B6 ni ichirishlar mumkin. Polni bu kattalar uchun detskiy podrastковый yoshgacha detskiy vitaminlarimizdan hisoblanadi.